Talab eng yuqori bo'lgan hududdan qulay narxda tayyor xonadon taklif qilsak nima deysiz? Biz sizga aynan shunaqalarni ilinamiz. Frunskiy massivda joylashgan 5 qavatli yangi qurilgan uylarni ikkinchi qavatida 3 xonali 81,5 kvadrat maydonga ega kirib yashashga tayyor bo'lgan xonadonni sizlarga tavsiya qilamiz. Bu aynan siz qidirgan uy bo'lishi mumkin. Shoshilib qoling. Bu koridor, bu tomon eshikdan kirish qismi, temir eshiklar chiroyli holatda. Remontlari ham juda ham chiroyli holatda. Birinchi bu yerda mehmonxona kirib ko'rishingiz mumkin. Chiroyli holatda bu yerni mehmonxona qilib qo'yishgan. Mana bu ugolok mebellar olib chiqib ketilgan, faqat parda gilamlari qolyapti bu yerda. Tomonda esa oshxonasi joylashgan, kirib ko'rishingiz mumkin. Ixchamgina oshxona jihozlari qoldiriladi, faqat xolodilnik olib chiqib ketiladi. Konturli kotel o'rnatilgan, uyni to'liq issiq tizim bilan ta'minlaydi. Bu yerda esa kattalar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. Bu mebellar olib chiqib ketiladi. Chiroyli lyustralar ilingan, gilam pardalari qoldiriladi. Balkoni mavjud. Kattagina, kengina balkonga chiqish joyi bu yerda. To'liq akfaromlar bilan o'ralgan, tashqarini bemalol balkondan kuzatish imkoniyati mavjud. Bu yerda esa bolalar yotoqxonasi, ko'p turganingizdek kengina bolalar yotoqxonasi, gilam pardalari qoldiriladi xolos. Har bitta xonada otepleniya radiatorlari o'rnatilgan. Bu yer aytganimizdek kiraverish, bu yerda esa umumiy sanuzel joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Oyoqdagi devorlarga kafil qilingan chiroyli holatda radiatorlar ilingan. Do'stlar, uyni qisqacha tanishib o'tdik. Frunskiy massiv 5 qavatli yangi qurilgan uylarni ikkinchi qavatida 81,5 kvadrat maydonga ega tayyor kirib yashashga tayyor xonadon $49,500 ga baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan bemalol savdolash imkoniyati mavjud. Shunaqa zo'r uylarni o'tkazib o'rmaslik uchun hozirroq Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili opisaniyada. Video yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Refar, sizlar aytgan uylar shu yerda.